Bugun men sizlarga mayda ko'soqlarni tashlab yubormay, ulardan foydalanish usullarini ko'rsataman. Buni tikish juda ham oson. Uni o'lchash, razmerlash shart emas. Buni hamma ham tikib olsa bo'ladi. Bu oyoq kiyimni iloji boricha cho'ziladigan ko'soqdan qilsangiz, oyog'ingizda juda ham chiroyli turadi. Harakat qilishga ham qiynalmaydi. Qattiqroq matoni cho'zilishi yo'q bo'ladi. Oyog'ingizga kirib chiqish qiyinroq bo'ladi. Endi esa manjit qismini qirqib olamiz. O'rlogingiz bo'lmasa, to'g'richoqda tiksangiz ham bo'ladi. Manjitni shunaqa tikib, ag'darib, chokini chokiga to'g'rilab tikib olamiz. Cho'zilishini birday ushlasangiz, hamma tarafga birday tekis bo'lib tushadi. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni unutmang.